Xo'p, demak video yozib olinyapti. Hammaga salom. To'g'ri, boshida ko'rib turganingizdek men PyCharmda kod yozyapman. Men hozir kod yozaman. Sizlar xohlasangiz o'zingiz PyCharmni yuklab olishingiz ham mumkin. Yoki ushbu yerda kodlaringizni yana qayta davom ettirishingiz ham mumkin. Lekin bu yerda yozish menga sal noqulay bo'lgani uchun men o'zimga PyCharm yuklab oldim. Demak, bugungi mavzumiz operator va ma'lumot turlari. Ya'ni metodlar. Pythonda 9 xil metodlar mavjud. Biz bularni asosan 4 tasidan foydalanamiz. Integer, string, float, belong. Demak, integer faqat o'ziga butun sonlarni qabul qiladi. Masalan, bu yerga biz son yozamiz. Masalan, b ga ham b ni 14 ga tenglasak va ushbu narsa integer hisoblanadi. Demak, ko'rib turganingizdek bu yerdan natijasini chiqaradi. Ushbu butun sonlarni yozish bu integer qiymati hisoblanadi. String bu qo'shtirnoq ichida yozilgan har qanday ma'lumot string metodi hisoblanadi. Biz shu paytgacha ko'plab string metodiga oid ma'lumotlarni yozib keldik. Va yana qaytib takrorlayman, ya'ni yana qaytib yozaman bu yerga. Masalan, print ushbu narsa qo'shtirnoqning ichida yozilgani uchun bu ham string metodi hisoblanadi. Endi keyingi metod float metodi. Float faqat o'ziga kasr sonlarni qabul qiladi. Masalan, a barobar yo'q, a emas. B barobar b ham yozilgan ekan-ku. Kasr desak, ushbu son kasr son hisoblanadi. Bu nuqta orqali kasrni belgilasak bo'ladi. Buni print orqali chaqirsak, bemalol konsolda chop etiladi. Mana. Xo'p. Va so'nggi metodimiz bu boolean metodi. Boolean o'zi qanday metod? Bularni kommentariyaga olib tursak, boolean bu true false, ya'ni true false'larni tekshirib beradi. Bunga bir misol. Masalan, sizdan kimdir so'rasa, 13 8 dan kattami deb. Siz ha yoki yo'q deysiz, ya'ni true false. True false ham ha degani false, yo'q degan ma'noni bildiradi. Siz ha deysiz. Bu yerda ham biz so'raymiz. Masalan, print orqali aytamizki 8 deymiz. Kattami? 3 dan deymiz. Va tagiga esa teskarisi, ya'ni print 3 8 dan kattami deymiz. Bu yerda qaysi biri to'g'ri? Albatta 8 3 dan katta. Birinchisi to'g'ri. Konsolda esa true false chiqaradi. Ya'ni bu to'g'ri bo'lgani uchun true, bu xato bo'lgani uchun false. Bu yerda yana bir amallar bor. Masalan, 8 tengmi desak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda 8 qo'ysak ham true chiqadi. Sababi 8 8 ga teng. Ikkita shart ham qanoatlantirish kerak. Bittasi qanoatlantirsa yetadi bu yerda. Bu yerda yana ba'zilar barobar belgisini o'zini, masalan, 8 8 ga tengmi deganda so'ramoqchi bo'lganda bitta barobar belgisini qo'yadi. Lekin bu ko'rib turganingizdek error chiqarib beradi. Sababi PyCharmda yoki Pythonda bu ikkitalik barobar belgisi bilan yoziladi. Shunda bu kod to'g'ri hisoblanadi. Mana. Endi bir ikkita o'zimiz misollar ishlasak. Masalan,
kvadratning perimetrini topish. Bu shunchaki oddiy narsa. Ya'ni perimetr ikkita taraflarni hamma yoqlarni qo'shish kerak. A ga masalan beramiz perimetrni 23. B ga beramiz 10 kvadrat bo'lsa kvadrat bo'lsa bitta. Demak, printga A ni ko'paytiramiz 4 ga. Demak, mana 92. To'g'ri. Bu yerda shu masalan kvadrat emas, to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping degan bo'lsa, bu yerda masalan 34. Va buni bundoq qilib yana bitta qavs ichida A qo'shilgan B ko'paytirilgan 2. Mana 114 chiqargan. Endi bu yerda bu nimasini topdik? Perimetrni, to'g'rimi? Endi yuzini qanday topamiz? Yuziga ham xuddi bir shunga o'xshab bir-biriga ko'paytirib qo'yamiz. Qoidasidan kelib chiqib. Bir-biriga ko'paytirib qo'ysak, tayyor yuzi kelib chiqadi. To'g'ri, hozir sizlarga bu oson-ku deyishingiz mumkin. Lekin hozir bir misolni ishlaymiz. Ya'ni mana bundoq qilib pastroqqa yozib qo'yaylik. Mana. Demak, mustaqil topshiriq debdi. Sinfda 48 ta bola. Ulardan 27 tasi qiz bola. Ya'ni o'g'il bolalar soni aniq emas. Qizlardan 3 donadan 3 dona, o'g'il bolalarga esa 2 donadan ruchka berish kerak ekan. Va konsulda biz aynan nechta ruchka kerakligini to'p etishimiz kerak. Xo'p, demak, birinchi bo'lib biz jami bolalar barobar 48 ga ekan. Demak, qizlar esa qizlar 27 ga. Endi o'g'il bolalarni topish uchun nima qilamiz? Jami bolalardan qizlarni ayirsa o'g'il bolalar kelib chiqadi, to'g'rimi? Bu yerga ham shunday qilamiz. Ya'ni jami bolalardan ayiramiz qizlarni. Demak, o'g'il bolalar ham aniq. Endi qizlarga 3 dona, o'g'il bolalarga esa 2 donadan ruchka berish kerak ekan. Buni print orqali ham ikkita yo'li bor. Ya'ni print orqali qilish. Masalan, mana o'g'il bola ko'paytirilgan 2 qo'shilgan qizlar ko'paytirilgan 3 deb yozsak, mana javobi kelib chiqadi. Lekin bu o'zi asosan printning ichida ushbu misollarga o'xshab ko'paytir, ayir, hammasini bitta joyga tiqib yozish xato hisoblanadi. Ya'ni biz bunda ko'pincha bu ishni qilmaslikka harakat qilamiz. Buning uchun nima qilamiz? Masalan, yana bitta ruchka o'g'il bolalarga barobar o'g'il ko'paytirilgan 2. Va bunga ham yangi qizlarga ham ruchkalarning sonini o'lchash uchun xo'p, yo'q, bu yerga qizlar ko'paytirilgan 3. Mana. Endi buni ichiga bitta qo'sh amali bilan javobni chiqarsak bo'ladi. Ruchka O qo'shilgan ruchka Q.
Mana bu usul bilan ham javobini bemalol chiqarsak bo'ladi. Biz ko'pincha ushbu usuldan chiqaramiz. Ya'ni bitta printning ichida har xil arifmetik amallarni qo'shib yozish biz bundan iloji boricha kamaytirishimiz kerak. Ya'ni tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin ba'zida. Demak, bugungi video ham shulardan iborat edi. Hammaga rahmat bizni tomosha qilganingiz uchun. Ishlaringizga omad bo'lsin. Va yana bir bor rahmat.